shu uyni qurib qo'ydim, endi orqa tomonimga o'g'limga ham uy qurishim kerak deydilar akamiz. Orqa tomonimda uchastka qo'shnimiz bor, undan so'rasam, menimcha yo'q deydi. Endi ukam men qanaqa quraman, qatdan gaplashaman deganlari to'g'ri katlovimizni berib yuborishgan ekan. Akalar, mana xudo xolisi ishlarni chiroyli qilib beryapmiz. Ko'rib turibsizlar. Kamas, Zil akalarimiz bemalol kirib chiqib yurishibdi. Hozir ichkariga kiramiz. O'zingiz yoqsa, bitta kommentariyada fikringizni yozib qoldirasiz. Oluvchani bosib, bizga bitta padishka qorasizlar akalar. Kichik bo'lsa ham, cho'q bo'lsa degan mini texnikalarimiz hozir zaxira to'polarini qilib yotishdi. Gap bo'lishi mumkin emas akalar. Bunisiga qoyil qolaman. Katlavan uzda cho'pirimizni abetga tushirdilar. Hozir Mametni yo'qtirgan akamiz, shu texnikaga qaragan akamiz o'zlari chiqib olib, endi masjidga zaxira qilib beryapti. Bu огородni to'ldiraman dedilar, bunisini to'ldiraman, kelgan katlavanni bar chetida beton qilgandan keyin turib ola solaman dedilar. Gap bo'lishi mumkin emas akalar. Nima deysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Akalar, lapaki